Assalomu alaykum aziz do'stlar, birodarlarim. O'rtoqlar nima uchun insonga tekkanda yoki birorta metall buyumga tekkanda qo'lida tok hosili bo'ladi, ularga reaksiya beradi. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Aslida bu elektr emas, balki tanada yig'ilgan statik zaryad hisoblanar ekan do'stlar. Asosan bu zaryad qachon yig'iladi va qaysi fursatlarda bo'ladi? O'ta issiq holatlarda kamdan-kam uchraydi, lekin sovuq havo, namlik bor joyda bu narsa kuchayar ekan o'rtoqlar. Asosan buni nimalar yig'adi? Telefon, kompyuter va metall buyumlar, televizorlar mana shu zaryadni bir joyga to'plar ekan do'stlar. Endi ziyoni bormi? Bu narsa ziyonmi yoki foydami degan savol tug'iladi albatta. To'g'ri o'rtoqlar. Bu ziyon emas, bu tabiiy jarayon, lekin ziyon joyi insonga o'ziga ziyon joyi bor. Ya'ni qanday holatda? Ya'ni bu holat o'ta energiya ko'payib ketib, tashqariga chiqib ketishlik bilan baholanadi. Ya'ni o'ta xursandchilik holatida ham yoki o'ta qattiq stress holatlarida ham mana shu narsa kuzatilar ekan do'stlar. Shuning uchun tanangizni do'stlarim muvozanatda ushlashga harakat qiling. Depressiyadan o'zingizni asrang do'stlarim. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qiziqarli yana qanaqangi ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar.